Joyi kelgandan keyin treylerda orqaga yurayotganda ezilib qoldi. Lekin hozir ko'rishingiz mumkin. Taglari mana bizatini toza. Bu videoda qo'yishdan maqsad ko'rishingiz mumkin. Bu yoqlarga orqa tarafiga mana o'tmagan. Shu joyi mana shunday shu holatda ezilib qoldi. Bu Depar 230 oq ranglisi. Oqqa bilasizlar. Mana neobычный saloni kamdan kam keladi. O'zi 2 dona keladi fioletli salonligi. Ya'ni qora salon desa ham bo'laradi mana. Oldi ko'rishlarimki 2025-26 reyslarning 230 Ultra. O'sha Miatina joyiga o'zi 28,5 ming sotildi bittasi. O'sha Miatina joyini narxiga $1000 o'tib bersak, ya'ni 27,5 ming dollarga qilib bersak, mashinani Miatinasini chiqartirib qo'ysak, klient orinadimi, orinmaydimi, shuni kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar. Bu hali baraka bo'lmadi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Bosib olsanglar bo'laveradi. Fikrlarni qoldirib ketinglar. Kutib qolamiz.